8-sinf bitirayotgan o'g'il bolalar diqqatiga. Endilikda siz Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasiga imtihonlarsiz kirish imkoniyatini beradigan va boshqa harbiy oliygohlarga qo'shimcha ligota beradigan, bundan tashqari BS Pravaga o'qita beradigan harbiy akademik litseyga topshirmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu harbiy akademik litsey Davlat xavfsizlik xizmati qoshidagi Temurbeklar maktabi, manzil Toshkent shahar, Yunusobod tumani. Ushbu akademik litseyga 8-sinfni bitirgan va 9-sinfga o'tgan o'g'il bolalar 5-sentyabrdan 5-oktyabrgacha tuman davlat xavfsizlik xizmati bo'limlari orqali hujjatlarini topshirishlari mumkin. Ushbu Temurbeklar maktabi boshqalardan farqli tomonlari bunda imtihon fanlari 2 ta, tarix va chet tili va bularga baholanish mezoni 1 xil, ya'ni har bitta fanlardan 30 tadan savol 3,1 balldan 93 ball baholanadi va umumiy ball 186 ball tashkil qiladi. Ushbu harbiy akademik litseyga imtihonlari rus, o'zbek, qoraqalpoq tillarida topshirishlari mumkin. Agar sizga ushbu akademik litsey haqida batafsil ma'lumotlar, o'tish ballari yoki o'qitish nizomi haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, unda Telegram sahifamga obuna bo'ling.